Chaqaloqni tug'ilgan zahoti baholash va parvarishlash asoslari. Bolani homiladan tashqi hayotga moslashuvi, mustaqil nafas olishni boshlashi, qon aylanish tizimidagi o'zgarishlar, termoregulyatsiyaning shakllanishi, ovqatlanishni boshlanishi, tashqi muhit bilan muloqoti. Chaqaloqni parvarishlash asoslarining asosiy qadami. Tug'ruq uchun xona tayyorlanadi. Bola tug'ilgandan keyin bolani quritish, bolani ahvolini baholash, tasniflash, xulosa chiqarib, chaqaloqni reanimatsiyaga o'tkazishga tayyor turish, bolani onasiga berish, teriga teri, nafas yo'llarini tozalash zarur holatda, kinnikni qisish va kesish. 2 va 7 qadam oralig'idagilar tug'ilgan zahoti bir vaqtning o'zida bajariladi. Chaqaloqni parvarishlash asoslarida asosiy qadam: ko'krak bilan boqishni boshlash, profilaktik muolajalarni boshlash. Ona va bolani bir o'zlarini qoldirmaslik kerak. Bolani ko'rish, vaznini, bo'yini o'lchash, kiyintirish, bolani doimiy onasi bilan bo'lishini ta'minlash. Tug'ruqqa tayyorgarlik. O'rgatilgan tibbiyot xodimini bo'lishi. Barcha tug'ruqlar quyidagi qoidalarga javob beradigan xonalarda olib borilishi lozim. Alohida xona, toza, issiq, harorat 25 gradusdan past bo'lmasligi kerak. Yelvizak bo'lmasligi kerak. Yaxshi yoritiladigan, ona va bola uchun tibbiyot nuqtai nazaridan xavfsiz bo'lishi kerak. Tug'ruq vaqtida tibbiy jihozlarga erkin yondashuvga qulay bo'lishi kerak. Oilaga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Har bir tug'ruq uchun jihozlanish. Yoritiladigan toza stol, iliq sochiq, bolani quritish uchun taglik, kerak bo'ladigan kiyimlar, soniyani ko'rsatuvchi devordagi soat, yuqori nafas yo'llarini tozalash uchun anjomlar, kinnikni qisish va kesish uchun asboblar, reanimatsiya uchun jihozlar, elektron termometr yoki simovli termometrlar, dori-darmonlar, reanimatsiya preparatlari bo'lishi kerak. Bolani quritish. Bolani tug'ilgan zahoti quritish. Bolani zudlik bilan ona ko'kragiga qo'yiladi va issiq yo'rg'ak bilan yaxshilab quritiladi. Nam yo'rg'aklar olib tashlanadi. Qalpoqcha va paypoqchasi kiygiziladi. Bolani issiq quruq ko'rpa bilan yopamiz. Gipotermiya bu nima? Gipotermiya tana haroratining pasayib ketishi. Ya'ni tana harorati normada 36,5 dan 37,5 gacha bo'ladi. Tana harorati 36,5 dan past bo'lsa gipotermiya. Bu yengil gipotermiya 36 gacha bolani isishni boshlash kerak. 32 gacha bo'lsa o'rtacha og'irlikda bo'ladi, xavf boshlanishi mumkin. 32 dan past og'ir gipotermiya. Og'ir asoratlar o'limgacha olib kelishi mumkin. Zudlik bilan yuqori kvalifikatsion yordam ko'rsatiladi. Issiqlik zanjirining mohiyati. Tug'ruq uchun issiqxona 25 gradusdan yuqori bo'lishi kerak. Zudlik bilan quritish, nam yo'rg'aklarni olib tashlash, teri-teriga kontaktni tez boshlash, uzog'i 2 soat ichida. Erta ko'krakka qo'yish, tug'ilgandan 1 soat ichida, cho'miltirish, vazni o'lchash, to'liq ko'rikni keyinga qoldirish, bolani kiyintirish, bola va ona birga bo'lishini ta'minlash, reanimatsiya paytida va ko'chirish paytida issiqlik bo'lishini ta'minlash. Reanimatsiya paytida va ko'chirish paytida issiqlik bo'lishini ta'minlash. Issiqlik zanjirining barcha qadamlarini tibbiyot xodimlari bilishi shart. Yo'rg'aklashning zarari. Diafragma harakatini chegaralaydi, qon aylanishini pasaytiradi, oyoq-qo'llarning erkin harakatini chegaralaydi. Yo'rg'aklangan bola tez sovqotadi, qismaydi. Yo'rg'aklangan bolalar ko'p uxlaydi, kam emadi. Bola ahvolini baholash. Bolaning umumiy ahvoli bola tug'ilgan zahoti baholanadi. Quyidagilarni aniqlash uchun: chaqaloq reanimatsiyaga yoki maxsus parvarishga muhtojmi? Chaqaloq sog'lom onasi bilan birga bo'lishi mumkin. Bolaning umumiy ahvolini baholash bolani kuritayotgan paytda o'tkaziladi. Baholash mezonlari.
Bola tug'ilmasidan avval gestatsion yoshi, homila oldi suvlarda mekoni borligi, bola tug'ilgandan so'ng mustaqil nafas olish reanimatsiyasi o'tkazish lozim bo'ladigan bolalarni aniqlash. Buni bola tug'ilgandan 30 soniya ichida amalga oshiramiz. Teri qoplamasi bir necha daqiqa davomida pushti rangga kirishi kerak. Mushaklar tonusi, bolaning stimulyatsiya ta'siri, yuqori nafas yo'llarini sanatsiyasi. Barcha bolalar uchun shart emas. Sanatsiya qilish lozim agarda homila oldi suvlari qon yoki mekoni bilan ifloslangan bo'lsa. Reanimatsiya o'tkazilgan vaqtda rezina nokcha, kateterdan foydalanish kerak. Agarda homila oldi suvlarda mekoni bo'lmasa, sanatsiyani 5 soniyadan ortiq qilish kerak emas. Og'izga 5 cm dan ortiq, burunga 3 cm dan ortiq kirgizmaslik kerak. Tug'ilgan zahoti teriga teri ustida ahamiyati. Chaqaloqni haroratga moslashga yordam beradi. Ona va bola o'rtasidagi mehr-oqibatni shakllantiradi. Erta ko'krakka qo'yishga zamin yaratadi. Bolada ona florasini shakllantirishga yordamlashadi. Kindikni to'g'ri qisish va kesish. Qachon? Eng qulay vaqt tug'ilgandan 1 daqiqadan so'ng. Erta qisish faqat shoshilinch holatda reanimatsiyada qilinishi mumkin. Ko'krak bilan boqishni erta boshlash. Bolani emishga tayyorgarlik belgilari paydo bo'lishini nazorat qilish. Onaga emizishga to'g'ri holat tanlashga yordamlashing. Onaga bolani ko'krakka to'g'ri qo'yishga yordamlashish. Bolani to'g'ri emayotganini baholash. Emish davomiyligini cheklamaslik kerak. Onasini rag'batlantiring, onasiga maslahat bering. Bolani 1-2 soat ichida nazorat qilish. Bolani nafasini 15 daqiqadan keyin baholang. So'ngra har 30 daqiqa ichida nafas chastotasini sanang. Me'yorda daqiqasiga 30 dan 60 martagacha eshitib ko'ring. Ihraf nafas chiqarmayaptimi? Ko'zdan kechiring. Ko'krak qafasida ichkariga tortilish sohalari yo'qmi? Teri rangini tug'ilgandan keyin 15 daqiqadan keyin baholang. So'ngra 30 daqiqadan so'ng. Bolani haroratini 30 daqiqadan so'ng va 2 soatdan so'ng o'lchab ko'ring. Tana haroratini qo'ltiq ostida o'lchang. Bolani qanday isitish mumkin? Agar bola yetarlicha quritilmagan bo'lsa, quruq va issiq plyonka bilan quriguncha artish, qo'l sovuq kiyimini yechish va quruq issiq kiyim bilan almashtirish, teriga teri bo'lishini ta'minlash, ona va bolani issiq ko'rpa bilan o'rab qo'yish, bolani ovqatlantirishni davom ettirish, tana haroratini doimiy o'lchab turish, har 15-30 daqiqada, bolani umumiy ahvolini nazorat qilib turish, xona haroratini 25 gradusdan past bo'lmasligini ta'minlash. Chaqaloqni to'liq ko'rigi. Chaqaloqni to'liq tibbiy ko'rigini tug'ilgandan so'ng 2 soatga kechiktiring. To'liq klinik ko'rikda vaznini, bo'yini o'lchang va kindigini parvarish qiling. Bolaning tibbiy hujjatida birinchi ko'krakka qo'yish, birinchi najas va peshobni belgilab qo'ying. Cho'miltirishni kechiktiring. Iloji bo'lmaganida 6 soatdan keyin. Bolani onasi bilan